Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Temirxan namlıq romanның davamı. Xatime. Mevlana Şeyx Jaloliddin Ketkinning ölümü. Kelidu Iroq ketganlar, kelmaydu ketmanlanganlar. Uyg'ur xalq maqoli. Miladiya 1353-yili 12 ayning 31-kuni. Bugun Qurban hayitining harpisi edi. Kechacha Aygul qishliqida tizg'i kagudek qiyinliqda qor yog'di. Tun yerimidan o'tganda yig'ayotgan qor texmi ulg'uyishga boshladi. Tang atqucha bütün Aygul qishliqi va To'g'raq buloqdagi Aygul xonaqosining atroflari etikobxona qalin qor ostida qoldi. Kechacha o'ri o'tirib ibodat qilib chiqqan Mevlana Şeyx Jaloliddin Ketki yarim kechadan o'tganda ozroq muzlagandek bo'ldi. G'o'jizodisi Mevlana Ershidin Valiyullo buyurgan edi, shogirdlar sandalga o't yiqib, istutlarini chiqarib bo'lib, xona ichiga akirdi. Mevlana Şeyx Jaloliddin uchisiga tatirga juvsini yepinchoqlab olgan bo'lsa-mu, kor qilmayotdi. U texmi muzlab, bütün a'zoyiga titrak ulashdi. U noiloj qo'l yuzlarini sandaldagi o'tqa qoqlab, bir qo'r isitib olgandan keyin qo'lini ko'tarib duo qildi va g'o'jizodisi Mevlana Ershidin Valiyulloga: "Ey botam, bu o'tni ochiqib ketib, o'zinglar isininglar. Meni bundaq rohatga odat qilib qo'ymanglar" deb sandalni ochiq turibdi. U odatdami etikobxonasiga zodil o't qalamaydi. Yeşim 90'ga ulaştı. Etiqat yolida şuncha yil tirishdim. Texcha natijasini ko'rganim yo'q. Dargohi ilohga qaysi yuzim va qaysi ko'zim bilan berib qarayman. U bu so'zlarni qilib etib, yum yig'lab ketdi. Uning ko'z yoshlari ko'zdan xuddi yomg'irdak tomchi bo'lib to'kildi. Mevlana o'zining og'rib qolganligini sezdi. U o'zi andish qilgan, yo'q, zoriqib kutgan ashu minutlarning oxir yetib kelganligini tushundi. Uning a'zoyi badani qizib, bag'ansiri o'rlayotdi. Oxir o'tirgan yeridan yiqilib tushdi. G'o'jizodisi Ershidin Valiyullo uningga o'shk terisi bilan tashlangan bir yostiqni qo'yib berdi. Uning etikobxonasida 2 tali xam xish, 2 parcha bo'ra, 1 parcha kalami sherif, 1 parcha dalayil, 1 dona reyildan boshqa hech narsa yo'q edi. Qizib o't ateş bo'lib ketayotgan Mevlana Şeyx Jaloliddin Ketki noiloj bu ofat va andisha yostiqiga bosh qo'yishga majbur bo'ldi. Taki tong saharga qadar bola mehnat o'tida kuyib to'lg'inib, uyoq bu yoqqa o'rilib zodil yotolmadi. O Aygul jamoasining mazni kishilarni bomdod namoziga oldirashga undab so'zib etgan azon ovozini anglab, o'rindan turishga tirishib ko'rgan bo'lsa-mu, kasal badan uningga zodil qo'ymadi. Mevlana o'z umrida tunji qitim bomdod namozini qazo qilishga majbur bo'ldi. U to'shakda yetib turib, g'o'jizodisiga so'zladi: "Ba'zilar meni osmondan qum to'pon surtida yoqqan bola azimni ko'rib, uningdan aman qilolgan yerda o'ziga yetadigan qazoyi qadardan g'ofil qilib, o'lim to'shkida yotqani nemisi deb ajablanib qilishi mumkin. Biroq ular qazoyi qadar yetsa, aqlning ko'zi xira va tadbir aynikining qora bo'lib qolganligini, bu chog'da har qancha dona aqlning ko'zi ko'may, aqli yetmay qolganligini, shunga qazo o'qini hech qanday qalqonning to'sib qolamaydiganligini bilishimiz kerak. Ey hurmatlik babayı buzruk, to'muqib qapsiz, yetib terlining, behuda izdirab bo'lmangiz, dedi g'o'jizodisi Ershidin Valiyullo ko'z yoshini otisidan yo'shirib turib. Cho'qim yaxshi bo'lib ketisiz. Ey o'g'il, yig'lama.
dedi Mevlana zayıf ovozi bilan. Özümning ahvolim o'zimga ayondir. Omonatni egisiga topshirdigan daqiqaning yetib kelganligini sezmoqdaman. Bu o'lim shundoq shirin bir sharbatdirki, tug'ilgan har qanday bir kishining uni ichmasligi zotli mumkin emas. Bu o'lim shundoq bir ig'ir yukdirki, hech kim uning hammonligini qilmay qechib qutula olishi zotli mumkin emas. Shunga hergiz ko'z yoshi qilmag'aysan. Chunki taqdiri azal kotibi hech qanday kishining tiriklik mahfuziga abadiyat qalami bilan mangulik raqamini yozgan emas. Mavjudot suratlarining naqqoshi mumkinlik sahifasiga hayot naqshini Tangridan o'zga hamma yo'qolur degan qalamdan boshqa narsa bilan sizgan emas. Qalam korxonasining ustisi hech bir mavjudotning vujud libosiga yo'qlik zibu-zinnatlarisiz pardoz beradigan emas. Qudrat chirog'ining chiroqchisi hech bir suhbat shomini afat burnida uchirmasdan yondira olgan emas. Shundoq ekan, nemishqa yig'laysan? Biroq Mevlana'nın uni paslab ketdi. G'o'jzoda Arshiddin Valiyulloh qo'lini otasining peshonasiga tekkizib edi. Qizib o't bo'lib ketganligini sezdida, darhol bir yog'liqni suvga chilab, o'l qilgandan keyin suyini siqib, silkib etib, otasining peshonasiga qo'ydi. Peshonasiga so'g'uq yog'liq qo'yilgandan keyin darhol hushiga kelib, ozroq orom topgan Mevlana darrov uzilib qolgan boyqi so'zni davomlashtirdi. Biroq murod maqsadlarimning ishqa aşkınni ko'rolmasdan bu fani dunyodan xo'shishayotganimga o'kinmoqdaman. Men keturman, tuproqni quchoqlab, tezla bu fani olamdan keturman. Ey olami farzand, elvida. Ey yurt, vatan, elvida. U lappida ko'zini ichib, g'o'jzodasi Mevlana Arshiddin Valiyullohning o'z beshida qo'l qovushtirib turganligini ko'rib, ko'zi pallada yorib ketgandek bo'ldi-da, darhol yo'q, o'kinmayman. Ey g'o'jzodam, dedi va o'rindan ko'tarilib o'ri o'tirdi. Menki otangiz 10 yildan beri Majusi Tug'luq Temirxonning vujud chirig'iga musulmonlik iymonidan pilik silib, islom e'tiqodidan yog' qo'yib tayyorladim. Ammo uni yondirg'udak fursat bo'lmadi. Alhol oxiratga safar qilib ketayotirman. Menden sizga vasiyat shuldirki, himmat bilan mardona bo'lib, shul chiroqni siz yoritqaysiz. Iliga berib, Tug'luq Temirxonni islomiyatga bay'at qildirish vazifasi sizga boqi qoldi. Siz bu vazifani cho'qim o'rinlang. Qattiq hayajonlanganlikdanmi qandoq Mevlana Shayx Jaloliddin ketkining ahvolida xilla o'zgarish bo'layotdi. U beshini ko'tarib G'o'jzoda Arshiddin Valiyullohga qaradi. G'o'jzodam, men sal yaxshilangandek qilaman. Xudo rahmat qilsa, ata Qurbon hayit namoziga oxirgi qitim o'zim imomlik qilsam deyman. Hozir meni yolg'iz qo'yinglar. Chaqirmasam yenimga kirmanglar. Men istiqomatda o'tirmoqchiman, dedi zaif ovozi bilan. Mevlana Arshiddin Valiyulloh otasining so'zini yiranmay, ko'zi qiymagan holda etikobxonadan chiqib ketdi. Kechqurun namoz sham bo'lgan mahalda G'o'jzoda Arshiddin Valiyulloh
bir apqur sho'gurishni ko'tarib, otasi istiqomat qilib o'tirgan etikobxonaga kirdi va otasining ko'zi uyquga ilinganligini ko'rdi. U otamni uyg'otmayman deb putining uchida dastlab menib, sho'gurish usulgan apqurni ril tüyga qo'ydi. Әттеген өзі әкіріп қойған сүт білән нанның йелмегенлігini көріп, көңілге шүбһә түшті. Babam еш вақыт бұл мәзгілде ұқлап қалмайды ғой, деп hayron болды. O her daim zaval vaqtida uxlab qalsa yomon bo'ladi, deb o'ri o'tiratdi ғой. O ko'ngliga bir narsa kelganda qilib, darhol dalonga chiqib, bo'zug'ida suvi bilan turadigan ko'mzakka qaradi. Ko'mzakda suv yo'q-ku, dedi Mavlana Arshidin Valiyulloh o'z-o'ziga pichirlab turib. Demak, babam shom vaqtida tahorat olgan ekan. U yana etikobxonaga qaytib kirib, otasiga engishib qaradi. U yengila tahorat olgan ekan. Tahorat suvi uning soqol burdida muzlab qoldi. G'o'jizoda yanala xotirjam bo'lamadi-da, avval otasining qo'lini tutib ko'rdi. Uningdan keyin qo'liqini maydisiga qo'yib tanishidi. Vafot bo'pti. Baboyi buzruk yengila jon uzgan ekan. Texi teni sovishga ulgurmabdi, deb yig'lab turib so'zladi o'z-o'ziga. Biroq u otasining "Men jon uzganda hargiz hozir oshmag'aysizlar. Bo'lmasa ruhim u olamda qo'rinib qoladi" degan so'zni eslab, ho'ngrab yig'lab etishdan o'zini aran tutib turdi. Mavlana Arshidin Valiyulloh otasining enkini qo'shtirib, yog'liq bilan tengib qo'ygandan keyin jamoatga otasining vafot bo'lganligini xabar qildi. Ondan Aykul jamoasining mazini oyib mazin bilan billa otasining beytini suvga ilib, kepanlik taxtiravon ustiga yotqizib qo'ydi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining vafot bo'lganligi xabari butun Aykul qishliqiga va Yiroq yaqindagi Ardavil shahri Barbar qatorliq joylarga tezli taraldi. Atsi Aykul jamoasida Qurban hayit namozi o'qib bo'lingandan keyin ulabla Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining meyit namozi tushirildi. Meyit namozig'imi va hayit namozig'imi o'xshashla marhum Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining hayot vaqtidagi birodarlardan birisi bo'lgan imom Mavlana Rukniddin imomlik qildi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining janozasi g'azidorlarning yig'izori ichida surlik ravishda uzitildi. Salati janoza, salati janoza. Ölüm namoziga qatnashgan odamlar orasida Aykul atrofidagi yezi qishloqlardan musibat xabarini anglab kelganlarmi Ardavil shahri Barbar qatorliq shahar ovdonlardan necha manzilni olrash besib o'tib kechalab namozga ulgurib kelganlar bor edi. Haloyiq xuddi imom Rukniddinning mushu ovozini kutib turishgandeklar gurida janozaning atrofiga o'lishib, meyit yerlikda qo'yildigan Aykul xonqasiga qarab oqar qumdek oqdi. Mavlonaning muxlislari janozani o'z mo'rlarida emas, balki og'ir mehnatni qatgan kuchlik olqinida ko'tarishib mengishdi. Yerlik Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki hayot chig'ida yazgulari soyisda o'tirib, ilm mutolaa qiladigan heliqi egiz qomatlik to'g'roqning ostiga qezilgan edi. Mavlana Arshidin Valiyulloh suyimlik otasining meyiti silingan janozaning oldida g'ozi ichib ketib-atdi. Uning keyinda otasining bir to'p muxlislari g'ozi ichib ma'gan edi. Ularning yig'izori 7 palakka yetgan edi. Ularning yig'nalisi sag'ir degani yetim yesir degan gapkan. Sag'irningmi, kabir degani boy, davlatman kishilar degan gapkan. Quliqiga anglanmoqda edi. Aykul jamoasi bilan Aykul xonqasining orliqini odatda bir cho'gin choy qaynimida besib bo'g'li bo'ladi. Biroq Mavlonaning meyiti silingan janoza goh to'xtab, goh mengib Aykul xonqasiga nihoyat uzoqda yetib keldi. Yerlik bast qomatlari osmonga taqashgan 2-3 odamning quchqi yetmaydigan bir tub qadimqi to'g'roqning ostida edi.
Xaloyiq, mərhum qandaq adam idi, deb so'radi Mavlana ruknidan imom tuproq beshida turib. Pok, diyonatlik musulmon idi. Meyitni yerlikka qo'yishqa qatnashayotganlarning hammasi guridi qilib javob berdi. Shundoq, nayt to'g'ri javob berdinglar, deb jamoatning so'zini tasdiqladi Mavlana ruknidan imom. Rahmatlik Mavlana garchi tuproq ichiga o'rnatilgan bo'lsa-mu, tuproq ichiga uzitilgan bo'lsa-mu, ammo marhum yashayotgan har birimizning qalbida mangu yashaydi. Biroq bu yerdagi farq shu yerdagi heliqi yashayotgan siz, men, u hammamiz hamon bir kuni qerimiz. Ammo marhum faqat qermaydi. Hayat yaşıquvchilarning qalbida mangu hayot chirg'idakla namoyon bo'lib turaverdi. Shunga xalifa Mühtahzir zamanida Bag'dodda yashagan Ubul Hasan Harkoni yer ustida yurgan ba'zi odamlarni biz tirik hisoblaymiz. Aslida ular o'lgan. Yer ostida yotgan ba'zi odamlarni biz o'lik hisoblaymiz. Aslida ular tirik deb nayt to'g'ri aytgan. Shundoq marhum hayot yashagan 86 qish va yoz jami 3,1390 tun va kunda haqiqiy insondek yashagan va uning kishilik turmush kitobini, istidodini qalam, ijtihodini qog'oz qilib yozib chiqqan edi. Marhumning suhani rostgo'ylik, sifati pokizlik, amali saxovat, ilmi karomat, suhbati saodat edi. Uning davati bilan Ardavil, shahri Barbar, Kusan diyorlaridagi omu xos musulmonlikdan ortiq dinu diyonat, targ'ibatu da'vatni ko'rgan emas. Marhum Hubbul vatan al-iman, ya'ni vatanni suyish iman jumlasidandir degan hadisni og'izdan tushirmaydi. Shundoq odamlar o'zgalar qiyofatida o'zlarini ko'ralisimi, ammo o'zlarini o'zi tonimaydi. Ilohni tunishimi xuddi shuningga o'xshashdir. Tangri taolo hargiz avval o'zlaridan izdisun. Her kim avval o'zlaridan izdisun. O'zini tonigan Rabbini tonuydu degan hadisni esidan chiqarmasin. O'zlikini tonish donolikdir. Donolik yo'li sadiqu vafo qilib ko'zining ichilishidir. Marhum Mavlana Shayx Jaloliddin ketki lahatga uzutilgandan keyin tuproq beshida o'ri turishgan odamlar meyitning jinozasi ustiga yopiq qilib yepilgan gazlimini muqaddas tavarruk mata baxit keltirdi deyishib parcha-parcha qilib yirtib bir parchadan bo'lib olishdi. Mavlana Shayx Jaloliddin ketkining yangi qabrisi ustida tik qad ko'tarib turgan zabardast qomatlik qadimqi bir tüp to'g'roq qabri ustida jannat soyasini tushirib turadi. Parvardigori Bokaram o'z lutfi bilan bu to'g'roqning yenidan bir zilal suluq chashma buloq ato qilgan edi. Bu chashma suyidan butun qadimiy to'g'roq o'rmonligi yop-yeshil ko'kirib turadi. Bu chashma buloq suyidan shu atrofdagi necha parsax yer obod bo'lgan edi. Asrlardan beri ahli muxlislar kelib Mavlana Shayx Jaloliddin ketkining tuproq beshini ziyorat qilib, Mavlananing ruhiga atab Fatiha o'qir edi. Bu yerda 4 fasl ham bahor edi. Atrof bog'varonlar, chimanzorlar bilan o'ralgan edi. Har yili daraxtlarning mevasi pishib turadi. Yer yuzida go'yo Ka'ba Baytulloh, yo'q, Jannatul Firdavs paydo bo'lgandek edi. Keyingi chog'larda bo'lsa, u yer Oygul Mavlonam deyilib, xos avomning muborak ziyoratgohiga aylandi. Oxir hamal eydiki illiq kunlar yetib keldi.
Mavlana Ərshiddin Vəliyullah rəhmətlik atasının hayat vaqtidagi topshiriqini o'rinlash uchun tog' orqasiga, ili diyoriga otlanish taraddudiga tushdi. U safar tayyorliqlarini ishlayotgan xodimlarining ishlarini kuzatgach, yil bo'yi qor muz bilan qoplanib turadigan Muzarit tog'lariga pat-pat qarab qo'ydigan bo'ldi. Muzarit tog'laridagi to'mir cho'qqisining u yiqida o'zi zotli berib ko'rmagan, tushunib bo'lmaydigan yangi bir notunish el yurt ili diyori so'zlab yotadi. Egizlikka odamning ahli yetmaydigan, egizligiga odamning ahli yetmaydigan qomatlik to'mir cho'qqisi joylashgan Tangri tog'larining orasidagi muzdavan yo'lining neriqi beshida odam o'tib bo'lmaydigan tik yorlarning keyinda Göristandek jimjit jiralarning orqasida ajoyib bir dunyo bor edi. Bugun oqbosh to'mir cho'qqisini bulut shunday zich qoplab olganki, hatto osmonda biror parcha bulut yo'q. Havo ochiq kunlardami uning asli qiyofatini aniq ko'rish mumkin emas edi. Mavlana Ərshiddin Vəliyullahning Ayko'lda Ayko'l xonqasining temiga yo'lab silingan saynasi kangri bir qorosi bor edi. Qoroning to'rt tarafidan odam bo'yidan egiz ko'malash tam bilan ihota ichiga ilingan, tam egiz bo'g'ashqa qoroning ichini aniq ko'rish hargiz mumkin emas edi. Qoroning ichi bukkida mevalik daraxtlar bilan to'lgan. Mevalik daraxtlarning orasida o'rik, olma, gilos, olucha, qor o'rik, shaptul, hatto anar bor edi. Toza o'ynagan bir tüp ujmi darxi butun saynaga soy tushirib turadi. Qoroning kun chiqish tarafi etizlik bilan tutishadi. Qoro va etizlikning ishlari qoro egisining ishchan qo'llari bilan to'limaratlik, saramjon holatga keltirilgan edi. Mavlana Ərshiddin Vəliyullah buzrukvar otisi Mavlana Shayx Jaloliddin ketikiga ergishib yurib, jahonning butun dishvorchiligini yetgudak ko'rgan. Turmushning hammaga ochiq chuchuklarini to'yg'icha tetigan edi. U kichigidan boshlabla otisidan ta'lim olib, islom shariatini puxta o'rgangan. Nayt so'zman, dindor va farz ishlariga qattiq amal qiladigan taqvodor odam bo'lib yetishgan edi. Umrida tahoratsiz yerga qadam qo'ymagan. Mayli bir yerda tursin yoki safarda bo'lsin, namoz, tahajjudni zodil tark qilmagan. Namoz, tahajjud deganimiz kechilik ibodat, kechasi o'qiydigan namoz deyilibdi. Yerim kechidan keyin ko'z zotla uyquga bormaydigan odam edi. Mavlana Ərshiddin Vəliyullah Iroq yaqiniga to'nilgan yetuk allama bo'lib qolmasdan, balki dehqonchilik ishlarida hammaga mahir, ziroat bobida barliq ishga qobil, bog'bonlik sohasida shundoq saliqliq bo'lib yetishdiki, har qanday bir ko'na yog'ochni tuproq tiksa, yoshirib yangi meva beradi. Dehqonchilikda shu darajada yetganki, har bir o'chim donni shu yerga chashsa, xuddi unumlik yaxshi yerdagidek obdan hosil beradi. U Ayko'l xonqasining vaqfi yerdan bir partisiga o'zi ishlab ketman chepib, qo'shini o'zi haydab, o'rmisini o'zi o'rib, o'z qo'li bilan ishlab, peshonasidan ter to'kib, bir parcha nonni bo'lsa-mu halol yeyman deb harakat qiladi. Yerdan chiqqan hosilni o'zi yeb, o'zi ichib, o'z hojatidan o'zi chiqadi. Har qanday bir kishining uyiga borsa, ularning osh-choylarini, non to'qashlarini hargiz bevud emas, ishmas edi. Bir xodimga choy jo'shda choy ko'targizib, borgan joyda o'z chayini ichib, duo o'qish bilan mashg'ul bo'ladi. Otasining qazo qilib ketishi Mavlana Ərshiddin Vəliyullahning yuragini to'limi siqqan edi. Odatda uning otasi rahmatlikning qabri beshida to'mir cho'qqisiga qarab uzoqcha qimirlamasdan jim turib ketadigan vaqtlari ko'p edi. Illiq bahor quyoshi yer zaminni akchitib isitgan mushu kunlarda atrofidagi qaynoq hayot uningga yotdakla tuyuldigan bo'lib qolgan edi.
u ba'zida Aygul xonqasining ustidagi to'pilikda qo'yuq bulutlar tarafidan o'rvilingan hayvatlik oqbosh temir cho'qqisiga qarab kun-kunlab o'rtirib ketadi. To'pilikning atrofida amdila bosh ko'tarib chiqqan o't cho'plar hamal oylaridagi illiq bahor qo'ynida kun sari egizlab o'smoqda. Zaminning ko'ksiga jon kirgan, osmondagi to'rg'ay, sunduk, jigdikchuk, bir to'g'ram qushqash va boshqa ushshaq qushlar o'z tillarida chuchuk sayrashmoqda. Hamma jonivorlar to'y va bayram qilishmoqda. Arpalarga sut kirishga boshlagan edi. Ocharchilikdan o'zini shaharga urishgan dehqon ashrablar asta-asta o'z yurtlariga qaytishga boshlagan edi. Ot yilining hamal eydiki, havo dehqonga obdan yordam qilgan edi. Baş ətiyazda Aqsu diyarda bir obdanla yığın berdi. İlgiri baş götürgen köktatlar, samsaq, piyazlar, oşlarning jiniga azroq bo'lsa-mu aram berdi. Dehqon ashrablar yig'im terimga kirishib ketdi. Cho'nak tortishdi, qo'g'in tavus, kunjut terishdi. Buğday xili obdan maysi bo'lib qoldi. Arpalar kundan kunga bo'y tortib, xili ko'tarildi. Әмді арпы пішса, дehqon o'zi ezib, un qilib, tamoq etib yeyishi mumkin. Cho'naklardagi so'ymalar yetishib qoldi. Otasining o'limi Mavlana Arshiddin Valiyullahning Aygul sahrosini vatan tutib, tinchgina hayot kechirish to'g'risidagi xiyolini Ardabilga berib, kirimi o'rrak biror masjid jamoaga imom bo'lib o'tish umidini biroqli yuyivatdi. Rahmetlik otasi hayat vaqtida u hech nimadan ham qilmaydi. Qilchimi tashvishsiz yashab 37 ga kirgan edi. Ömür bo'lsa qisqa, ko'p erlar 30 bilan 40 ning oralig'ida o'lib ketishidi. Ömür musofasidagi turli azoblarga chidab yashab qiyirganlarni tilamchilik o'limi kutib turdi. Her yili tug'ib turadigan onalarmi butun umrida ko'p deganda 1-2 bola ay qiladi. Qolganlarini ko'k yutal, ko'k qo'yam, qizil, tap-kezak va ocharchilik yo'qsizliklarning boshqa og'riqlari etizga yoqqan mo'dirdak qirib turdi. Shundoq taqdir muallaq hech kimning ko'z yoshiga ishonmaydi. Mavlana Arshiddin Valiyullahning turmushimi xuddi shu izni bo'ylab bir xil ketib-atadi. Kechidagi namoz tahajjud, atdigangi namoz bomdodga o'zgaradi. Tushdan ilgari u ko'pincha hollarda etiz ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Choshgoh vaqtida namoz peshinni hargiz tark qilmaydi. Kechqurunlari asr, shom va xubdan namozlarini sunnat farzlari bilan to'liq ado qilgandan keyin, ondan uning bir kunlik mo'min bandalik turmushi oyoqlashgan hisoblanadi. Mushu mezgillarda rahmatlik otasi hozirgi Chog'atay xoni Tug'duq Temirning huzurida putukchi bo'lib ishlagashga, uning bilan bir mahal kor bo'lmay qoldi. U dastlabda Aygul xonqasining shayxi Mavlana Shahobiddinning tarbiyasida o'sdi. Shayx o'zining mo'min, yavaş banda bo'lish haqidagi turli masail ma'ruflarini yosh Xo'jazoda Arshiddin Valiyullahning quloqiga qo'yib turdi. Mo'min ojizlarga har dam xayr ihsonlik bo'l. Barığı şükür qil, yo'qiga sabr qil. O'z qayg'unga o'zing yig'la. Sabr qilsang g'o'ridan holva bitar. Xuy payling muloyim xushxuy bo'lsin. U kichik vaqtidan tortibla boshqalarning yavaş, itoatman musulmon bo'lishga, kishining so'ziga quloq solib yashashga, undig'icha ügüt nasihatlarini anglab o'sdi. Kambag'alning o'g'li bo'g'ashqa bo'g'icha, kambag'alning o'g'li bo'g'icha, boyning quli bo'l, deyishatdi uningga. Yemak boydan, o'lim xudodan. Yemisangmi yog' yaxshi, ba'misimi boy yaxshi. Boyning mushkimi to'shqan oladi. Boy bilan takallashma, o'ri bilan talashma. To'ri bilan talashma. Tosh otqanga osh ot. Egilgan boshni qilish kesmas. Taqdirdan qichib qutlanmaysan. Biroq yosh Xo'jazoda Arshiddin Valiyullah rahmatlik otasi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki bilan billa bo'lgan chaqlarda
Atısının ani şu ügütilgen, könükken düşençilerge karma karşı bolgan sözlerini korkuş aralaş korunup anlap oturatdı. Ehtimal ula birer iş qilishqa ojiz bo'lsa kerak, deydi rahmatlik otasi tushundirib. Chunki qashshoqlik, kambag'allik, nodonlik, pastkashlik, oshko'zlik va yovuzlikni albatta o'zining kaynidan boshlab mangdi. Shunga kambag'al uchun hatto kichikgina qo'yinmi bo'ron bo'lib seziladi da. Kichikgina qo'yinmi bo'ron bo'lib seziladi da. Ey hurmatlik ota, deb so'rgan edi u rahmatlik otasidan. Bularning hammasi taqdir azalning qismatidan bo'layotgan ish emasmi? Chunki banda qayerda yiqilishini bilgan bo'lsa, shu yerga oldin ola pahol selib qo'ygan bo'ladi. Shunga bandaning taqdir azalni o'zgartirishi mumkinmi? Ey o'g'il, sen yorilishing Tangridan, yorolmishing o'zingdan degan gapni anglamaganmi? Darvaqa odam o'ladi, lekin deb javob bergan edi rahmatlik otasi uning so'ziga. Lekin hayot davomlashaveradi. Bahar o'tib ketadi, lekin u yana qaytib kelishi mumkin. Odamning qisqagina umrini o'lim uzitib etadi. Lekin hayotning ulug' umri mangu uzilmaydi. Shunga taqdir azaldan unchavala qayg'urib ketma. Umidvor bo'l, beshingga tog'dak balolar kelgan taqdirdimi parlaq kelgusiga ishonib yashash kerak. Agar ajdodlarimizda shundoq umid, ishonch bo'lmagan bo'lsa, naslimiz allaqachon qirilib tugagan bo'ladi. Mana biz oshu ulug'vor istak umidlarning turtkisi bilan yashab keldik va mangu yashaymiz. Bilamsan, mubodo kunlarning birida men hayotlik olamidan o'lim harvisiga o'tirib, yo'qlik dunyosiga safar qilgudek bo'lsam, ashu ulug'vor istak orzular sening qo'ling bilan o'rinlansa ajab emas. Shu chaqda G'o'zazoda Arshidin Valiyulla beshini yuqori ko'tarib, o'ychan ko'zlari bilan otasiga qaraganda, otasining ishonchiga to'lgan ashu mehribon ko'zlarida ajoyib bir yorug'likning paydo bo'lganligini ko'rgan edi. Elhol, uning o'zining ko'zlaridanmi, harakatlaridanmi cho'nqur qayg'u, cheksiz hasrat izlari ko'rinib turibdi. Bu chaqda tog' tarafdan bo'g'iq guldirilgan guldirmomining ovozi anglandi. U o'z uvulariga qo'nish uchun pastlab tushib ketayotgan kaptarlar bu ovozdan qo'rqib, qaytadan ko'p-ko'k osmonga ko'tarildi. Qanoti osh qizil ranglik bo'yni oq kaptarlar yana avvalgidek yumshoq to'shlarini yerga qo'yishni xohlab qolgandek pastlab mana qo'ndi deganda birdilla qanotlarini qiqib, yenik gavdalarini yuqori ko'tarib mo'llaq etishga boshladi. Osmon mo'llaqchilarining mahoratini tomosha qilayotgan Mavlona Arshidin Valiyullaning qalb hissiyotlarimi oshu osmon mo'llaqchilariga o'xshash birdilla o'rlab, mavj urib to'lqinlandi. Bu chaqda u tuyuqsiz rahmatlik otasining hayot vaqtida davomli og'izdan tushirmaydigan inson qalbida umid bo'liqi tinmay buduqlab eqib turadi degan so'zni eslab qoldi. Shu chaqlarda rahmatlik otasi allaqachon 60 kirgan vaqt edi. Uning o'zining so'zi bo'yicha aytganda, allaqachon payg'ambar yeshini yashagan umr musofasining oxirgi manzili ko'zga ko'rinayotgan vaqtlar edi. Ayni vaqtda shahri ketikning Shayxul Islomiy bo'lib turayotgan va Iroq yaqinlarda donglik islom ulamosi bo'lib hisoblanadigan rahmatlik otasi bu elda islom hidoyatini joriy qildirish yo'lida uzoq yil g'armay talmay ijtihod qilgan bo'lsa-mu, ammo kuchli qarshilikqa uchrab, shahri ketik podshohi Zayur shoh tarafidan boshqa ellarga surgun qilinish taqdiriga mubtalo bo'lgan edi. Shahri ketikliklarning imoni so'z, diyonati suyuq bo'lg'ashqa 40 yildan beri islom hidoyatiga zotla odatlanmay kelishdi. Mavlona Arshidin Valiyullah rahmatlik otasining qayg'urib,
Şəhri ketikliklərini İslam əhkamlarına adətlendirməkə qaraganda taş baqını yorğulab, çepişqa məcburlaş asanraq deganligini anlagan edik. Atası bu yerga İslam şəriətini cari qıldırış üçün köp əcr sandırgan bolsunmu, amma toşqan yildagi qum topunda tirishchanlikning butun mushaqqati shamolga so'zilganlikdan shahri ketikdan bosh ilib chiqib ketishga majbur bo'lgan edik. Taki taqdir azal rahmatlik otasini Oygul sahrasida yo'lvoz o'lab yurgan Chag'atay xonzodasi hozirgi Chag'atay xoni tug'luq temiri bilan uchrashtirganga qadar taqdir qismatning turlik sehrlik so'qmoq yo'llarida tinab yurishga majbur bo'lgandimi, yanala shu insonning qalbida umid buluqi tinmay bulduqlab iqib turdi degan so'zni og'izdan tushirmagan edi. Rahmatlik otasi o'lim to'shkida yetib turibmi, intayin xotirjamlik bilan odamning qalbida umid buluqi tinmay bulduqlab iqib turdi degan mashhur so'zni yana bir navbat takrorlagan edi. 86 qish va yozni beshidan o'tkazib, turmushning turlik ochiq chuchuklarini yetkucha tetgan bu illiq, nurona chehrlik buvay, azgulik, mehribonlik ta'limlarini qashshoqlik, kambag'allik qoplagan bu makonda targ'ib qilish va joriy qildirish uchun qanchalik qon-ter, ajr to'hfalarni sarf qilmadi deysiz? Buni qanchalik odam biladi deysiz? Biroq hurmatga sazovar buzurgvor padari o'z umrida buning bilan qilcha hisoblashgani yo'q. U bu ulug'vor maqsadni amalga oshirish uchun qilchimi badal talab qilgan emas. Balki bundaq shaxsiyatsiz, umidvor, egilmas sunmas irodasini toki umrining oxirgi minutlariga qadar saqlab keldi. Nihoyat, uning bu fazilatiga va egilmas sunmas irodasiga turtki bo'layotgan ashu kuch, rahmatlik otasi doim og'izdan tushirmaydigan va qalbida umrvoyat bulduqlab turgan ashu umid buluqidan kelgan emasmi? Mavlana Arshidin Valiyullah otasi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki qazo qilib ketgandan keyinla inson qalbida umid buluqi tinmay bulduqlab iqib turdi degan so'zning haqiqiy ma'nosini ondan his qilishga boshladi. Shundoq inson o'zining kelgusiga bo'lgan go'zal arzu-armanlardan hosil bo'lgan kuchlik umid qantiga toyinib, kishilik turmushning poyonsiz ko'k osmonida bahramon parvoz qila oladi. Gerçi kishilik turmushning poyonsiz ko'k osmoni mudhish qora bulutlar bilan qoplangan taqdirdimi, inson qalbidagi umid buluqi qurib qolmasala va tinmay bulduqlab eqib tursala, atki kunning cho'qim texmi parlaq bo'lganligiga ishonchi yanada komil bo'ladi. Miladiya 1354-yili 6-oyning oxirgi mezgili. Mavlana Arshidin Valiyullah o'zining Sultan Iskandar qatorliq 5 hamdamchisini elib, ko'ngil g'amini ozuq ko'z yeshini suv qilib, Oygulni tark etib, Muzdavon orqali Iroq ili diyoriga qarab mangan karvonga qo'shilib yo'lga chiqdi. Bu tarixiy hijriyaning 755-yilning Saraton oylari edi. İlliq quyosh amdila zimindan uzilganda Mavlana Arshidin Valiyullah hamrohlari bilan billa karvonning keyindan otliq ketib-atdi. Ulug' maqsadlarni o'rinlash yo'lida himmat kamirini beliga ching bog'lab chiqqan Mavlana Arshidin Valiyullah uchun amdi xohi Oygul qishliqidagi tinchqina xonqa hayoti bo'lsin yoki Ardavildagi qaynoq shahar turmushi bo'lsin, hammasi uningga yotdak tuyulishga boshlagan edi. Karvon Muzdavon yo'lidagi borgan sari o'rlab berayotgan tog' bag'rida bir xilda salmoq ketib-atdi. Bir kamlarda Mavlana Arshidin Valiyullah etini devitib bir to'pilik ustiga chiqdi-da, atrofga nazar soldi. Bu yerda yoz amdilardan boshlangan edi. Çölning ko'ksiga jon kirib, amdilardan chechak ochgan cho'l o'simliklari quyosh nurida paqiraydi. Kaslanchuklar, lag'man taqlar, tulum chashqanlar quyruqlarini likildatib yugurishib yurishidi. Toshqanlarning va tulkining qumliq yerlarda qoldirgan cho'nqur izlari qadamda bir ko'zga cheliqadi. Kungay tog' bag'rida so'g'ir bursuqlar yo'lovchilarga hayron bo'lishib qarishib turishmoqda. Osmonda Sup turg'aylar, ushshaq qushlar o'z tillarida chuchuk sayrishib, jonga hozir beg'ishlamoqda.
Ətrafda yaqimliq çöl şamili chiqmoqda. Hamma jonivorlar tan-tan qilishmoqda. Karvan tağ belçi davanidan o'tgandan keyin muzdavan jilg'ilarining ichi bilan aylanib yo'l oldi. Mevlana Erşidin Veliullah ve onun hemrahlarımı karvanga qo'shilib tağ aralab so'zilib yotgan Yılan Bağrı tağ yo'liga tushdi. Tarixda Muzarit tağlarının tögünün örkishiga o'xshaydigan cho'qchiyib turgan yo'g'on toshlari tarafidan o'rvilingan cho'nqur jilg'ilaridan, kang sayliqlardan va Yılan Bağrı so'zilib yotgan bu qistan tağ yo'lidan tirishchan so'g'di otliqlari Biyək mundaq izohat berilibdi. Soğdi qadimki millat nomi Uyg'urlarning muhim etnik tarkiblarining birisi deyilibdi. Va bosqinchi millatlarning qo'shinlarimi yurgan. Tozi so'tganlarning to'gidirmi ashu qistan jilg'alarning pichoq bisidek o'tkir qirliq toshlarida o'zining oyoqlarini kesgan. Shu jilg'alarda jangovar Uyg'urlarning buyuk buvisi Olib Ertunga deb atalgan Afrasiyab başlap manğan g'olib qo'shinning g'olibiyat nag'irlari yangragan. Ashu dallarda Bahadır Turan lashkarlari İran Shohi lashkarlarining qonlarini son-sanoqsiz martam to'kishgan edi. Chingizxon otliqlarining ot tuyoqlarimi muzdavan yo'llarida kurman qitimlab to'pirlagan. Shu saylardan qo'pol quyruqlarini silkitib Qozog'istonliklarning Qaraqtonlarning Şu saylardan qo'pol quyruqlarini silkitib Qaraqtonlarning qichirlarimi o'tishgan. Hozir shu dallarda, shu jilg'alarda, shu saylarda va shu davallarda o'lgan odamlarning ot uloqlarning oppoq ustixonlari yiroq o'tmishning iznalari sifatida chechilib yotadi. Mevlana Erşidin Veliullah ve onun hemrahları özünün intayin muşaqqatdiki ve tolumu xatarligi bilan tarixdan buyan qaza yolu deb atılıb kelivatgan muzdavan yolida o'tmishning ashu koni izlarining ustidan besib o'tib, yiroq eli diyoriga qarab ketvatmoqda edi. Mevlana Erşidin Veliullah yiroq o'tmishning shohidlari bo'lgan ashu dallarga, ashu jiralarga ve ashu tog'larga yo'l bo'yi havas bilan qarab mangdi. Ana türlük tümen daraxtlar bilan qoplangan tağ yan bağırları, yoz faslida quchoq yetmaydigan to'g'raqlar, yapılaq ko'k yupurmoqlarini yeyib osmonga qad ko'targan. Oltindek seriq yova o'riklar g'ujjida may bog'lagan. Qaramtul rangi kirgan yova qora o'riklar shoxlarda marab yotadi. Daraxtlarga yog'ishib olgan yova taklarning shoxlari orasida Üzümnün uçları paqırab görünüdü. Ana qish yoz yop-yeshil ko'kirib turadigan sarvi qarag'ay daraxtlari bilan bezalgan tog'lar. Ana ikki tarafi cho'ng qirliq toshlar bilan qoplanib, osmonga bo'yin so'zgan tog' orliqlaridagi cho'nqur jilg'alar. Şu tağlarda, şu jilg'alarda iyiqlarning o'nkirlari, yilpiz qoplanlarning uvlari yiroqdan qarayib ko'rinadi. Nima degan hayvatlik, nima degan qudratlik, nima degan saltanatlik va faxrlik tog'lar ha? İnsanlarning turli nachar sharoitlarga tezla o'zishib ketadiganiga o'xshash Mevlana Erşidin Veliullah va uning hamrohlari kunduzlari quyoshning tonurdek köydürüşü bilen tünlerde başlarındaki yulduzlarının kecha osmonida charaqlashlariga, karvan tögülerinin bir xilda salmaq qadam bilen lapanglab mengishlariga, karvanning beshidagi bosh töge bilen karvanning orqasidagi tögüning bo'yniga esilgan ko'ldirmalarning bir-biriga tankash qilib, bir xil vaznda kuldunglashlariga, kecha kunduz tinmay mengib ketayotgan karvanning son-sanoqsiz daryo jilg'alarini kesib o'tashlariga, çöl şamili uçurgan qumlarning kiyimning yoqasidan kirib kishini bearam qilishlari bilan uning tish orliqlarida g'ijirlashlariga ko'nib qilishdi. Qadimqilar taqqa taq qo'shilmas, odamga odam qo'shilur deb bekorga aytishmagan. Aqsudan muzdavan yo'li orqali ili diyoriga yo'lga chiqqan karvan ba'zida kunduzi, ba'zi kechasi degandek uda 12 kun yo'l yurdi. Ular 13-kuni ili diyordagi poyansiz xon yaylaq dalasiga yetib kelishdi.
Chetiga tuxum qo'ysa ko'rinadigan mashhur xon yaylaq yaqinlashgan sari ko'ziga shuncha chiroyli ko'rinishga boshladi. Hatto Mavlana Arshidin Valiyulloh o'zining ko'ziga ishonmay, Parvardigorning chivar qo'liga hassanat devatganini tuymay qoldi. Tabiatdagi har qanday narsaning uningdimi chiroyli bo'lib ko'rinishi mumkin emas edi. Butkul yer yuzida oltin ranglik yeşil maxmal dengizi hosil bo'lgan bo'lib, uning ustiga minglagan, tumanlagan gul chechaklar sanjib qo'yilgan edi. Inchga ham uzun o'sgan o't cho'plarning g'o'lari orasidan sus yeşil, ko'kish va sus binafsha rang ichilgan anbar gullar marishib turishadi. Kishi o't qashdak ichilib ketishgan cho'g'liq gullarga qarab, butun dalada o't yeniyotgandek his qilib qoladi. G'urg'ur mayin shamol bepoyon xon yaylaqdagi o't cho'p va quyuq yolpuz puroqlarni tarqitish bilan birga buluq o'sgan o't cho'plarni takshi do'lqinlatdi. Pah, nima degan go'zal yaylaq, nima degan yiqimli havo bu. Ashu yumshoq ham qilin o't cho'plarning ustida yig'nab yetish nima degan rohat-a? Bir to'p g'o'dur bug'doy gullar orasida qop-qora boshaq surgan edi. Bödüne ve kektikler buğday başaklarına boyun sozuşup o't çöplerinin orasida yürüşetti. Osmanda bir kökünün kanatlarını kögen peti yediki bödüne ve kektiklerge qarab bir orunda qimir-qinmay turadi. Osmanның bir chetidagi bulutlar tegidin uchib o'tayotgan bir to'p yova g'azlarning haqildoshlari aks sada yangratmoqda edi. Ko'kning qarida bir lochin har xil qiyofatlarda mahorat ko'zitib uchib yuradi. U birdam ko'k qarida kichkina paqirab turgan bir nuqtalar qoldirib ko'zdan g'oyib bo'lsa, birdam qanotlarini yig'ib olgan peti yerdagi o'ljisiga o'qdak etilib tushadi. Qisqasi, xon yaylaq ajoyib go'zal edi. Mavlana Arshidin Valiyulloh va uning hamrohlari karvon bilan birga go'zal xon yaylaqning kishini maftun qiladigan manzarasini tomosha qilg'ach ketyotdi. Tuyuqsiz qandaqdir bir qushning sho'x sayrashi anglandi. Bu ovozga ergishib, yaylaq umumiy xori, har xil qushlarning suzuk, chuchuk sayrashlari, har xil cho'ng'ildoshlari, ushqirtishlari anglanishga boshladi. Nihoyat, atrofdagi töven, o'tira, yuqori kuy, ovozda aralashib, tugumas vangchonglardan tashkil qilingan go'zal yaylaq umumiy xori ichida 10 necha kunlik yo'l azobi yo'lovchilar uchun endi hech nim bo'lmay qoldi. Hatto bu go'zal yaylaq umumiy xori ichida o'tganki ishlarni va dard alamlarni eslash aksicha nihoyat rohat bilinadigan bo'ldi. Bu yaylaq umumiy xoriga qatnashayotganlarning zodi kimlar ekanligini va ularning bu umumiy xorini kimlarning anglayotganligini faqat Alloh o'zi biladi. Ammo yaylaq umumiy xori xuddi odamzod dunyosidagi echinishli azob oqibat va hasrat, nadomat, zarga o'xshash pig'onliq sadolar bilan to'lgan edi. Havada chirigan o't cho'plarning sesiq puroqlari va kechikib ichilgan gullarning nihoyat quyuq, nihoyat shirin va nihoyat illiq xush puroqlari dimoqqa urilib turadi. Karvon ili diyoriga qadam qo'ygandan beri hammadan bakrak Mavlana Arshidin Valiyullohdek hayajonlangan va xushal bo'lgan odam bo'lmasi kerak. U har qatim buzrukvar padari o'lim to'shkida yetib qayta topilib vasiyat qilgan ashu ulug'vor vazifani o'rinlaydigan paytning yetib kelganligini o'ylaganida irodasi hasrab chingib, shijoat g'ayrati qavatlab eshib boradi. Rahmatlik otamning aytqani to'g'ri ekan deb o'yladi u ketib o'tib. Mubodo xotirjamlik, rohatni deb xonaqaning bir bo'lingida chiqmay o'tiravergan bo'lsam, hech ishimni vujudga chiqaramay, rahmatlik otamning vasiyatini o'rinlayolmay, izzat obro'yimdan ayrilib, xorliq ko'chasida qon yutib yurgan bo'lardim. Nozu ne'mat sharbatini ichish haqiqatan jafo nashtirining azorisiz qo'lga kelmaydi ekan. Shunga har kim jafo mushaqqatdan qo'rqmay tirishsila, ozg'ina vaqtda murod guli echilib, oxir maqsad taxtida o'rin tuta oladi.
Mavlana Arshidin Valiullah muşlarni o'ylab ketib, o'zining buningdan 27 yil ilgari otasi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki bilan billa shahri Ketikdan bosh ilib chiqib sarson bo'lib yurganda, rahmatlik otasi aytib bergan ikki hamrohining hikoyasini eslab qoldi. Bu jafo mushaqqat tatib, o'zini podshohlik darajasiga yetkazgan birisi bilan susluq va bo'shanlik qilib, oxir muhtojlik va parishonlik holatida qilivergan yana bir kishi to'g'risidagi ibratlik bir hikoya edi. Bu hikoyada mundaq deyiladi. Salim va G'onim ismli ikki do'st bor edi. U ikkilan hamroh bo'lib safarga chiqib, bir buloq tubiga keldi. Buloqning yanida suvi qoshlaridan teshib turadigan yo'g'on bir ko'l bor ekan. Do'stlar cho'ldan ko'l bo'yiga yetib kelib, u yerning manzarasini yoqtirib qolganlikdan birdam orom olmoqchi bo'lib o'tirishibdi. Bu ko'lning yoqsida oq marmar toshdan yasalgan bir obida bo'lib, obidaga mundaq xat yozilgan ekan. Cho'kib ketish xavfi va g'arq bo'lib ketish xatiridan qo'rqmagan kishi bu buloq suyiga tushib, neriqi qirg'oqqa uzib o'tgay. Neriqi qirg'oqda tog' tubiga qo'yilgan bir tosh shirba, uni o'shnisiga elib ko'tirgay va hargiz to'xtamay yugurgan peti oram olmay tog'ning beshiga kelgay. Tog'ning beshiga chiqqay. Agar jon olg'uchi yovvoyi hayvonlar kelib jiniga qasd qilsimi va tikanlar har tarafdan attirini tilsimi, qat'iy to'xtamag'ay. Shunda qilib tosh shirni yerga tushirmay, tog' beshiga ochiq quchining maqsadi hosil bo'lg'ay. Ular abidini o'qib chiqqandan keyin G'onim Salimga qarab shundoq debdi. Kel do'stim, tirishchanlik qadim bilan bu xatar maydoniga kiraylik. Bu tilsimning haqiqatini ichish uchun mehnat sarf qilaylik. Hey aziz birodar, debdi Salim. Kim yozganligi noma'lum va haqiqati noaniq xatni ko'ribla cho'ng xatarga o'zini urush, xiyoliy manfaat, foydani ko'zlab, o'zini bundoq cho'ng halokatga selish nodonlikning alomati. Har qanday hushyor kishi gumonsiz zahar yemaganidek gumonliq taryoqmi yemaydi. Taryoq degani zahar qaytaruvchi dori, apyun degan gapkan. Nesi rohat uchun naq japoga o'zini tutib bermaydi. Hayot debdi G'onim uningga. Japodan qachish muhtojlikning va xorlikning muqaddimasi. Japo mushaqqat bo'lsa, davlat va izzatning nishonasi. Yuqori himmatlik qiyinchilikqa beshini egmaydi va ozg'ini uzuqqa qanoat qilib o'tiravermaydi. Toki ulug' martabani qo'lga keltirmay turib, orom olmaydi. Chunki qiyinchilik tikinning japosini chekmay turib, shodlik gulini uzgil bo'lmaydi. Ranju mushaqqat oshquchini tutmay turib, murod xazinasining ishkini oshqili bo'lmaydi. Meni himmatim o'zi yetilab tog' beshiga ochiqdi. Bola girdobi va japo do'lqilarining andisini himmatim o'zi ko'nglimdan surib chiqdi. U deganlaringga rost, debdi Salim. Ammo poyoni ma'lum bo'lmagan yo'lda yugurish va qirg'iqqa ko'rinmaydigan daryoga o'zini etish aqlli odamning ishi emas. Shunga sening bu ishingni men ma'qul ko'rmayman. Salim so'zini tugatibla etiq minib do'sti bilan xo'shlashib yo'lga ravon bo'pti. G'onim bo'lsa azimatlik peshini himmat beliga mahkam qistirib ko'lga tushibdi. U ko'nglini to'xtatib, g'ulashlab uzib, nijot soyiliga yetib beribdi va qirg'oqqa chiqib, yeliqi tosh shirni tamkinlik quvvati bilan das ko'tarib o'shnisiga opdi-da, har qanday qiynalsimi yugurgunicha tog' beshiga chiqib orom opdi. Tog'ning neriq tarafida katta bir shahar bor ekan. Bu chog'da yeliqi tosh shirdan qattiq bir sado kelib, yer zamin titrab ketibdi. Bu qattiq ovozni anglagan shaharliklar taraf-tarafdan to'planib, tog'ning ustiga chiqib, G'onimning oldiga kelishibdi-da. Uni oq kiygizga o'tirg'izib, bir arg'amoqning ustiga mindiribdi va udul shaharga akirib, noit katta izzat ikrom bilan shohliq taxtiga o'tirg'izibdi. Bu ishlarni ko'rib, hang-tang qolgan G'onim sababini so'ragan ekan ular. Ey podshohi olam, heliqi siz tushgan ko'l bilan siz ko'tirgan tosh shir aslida tilsimatdir. Qachonki bu shaharning podshohiga ajal yetib, hayotining optipi mag'ribga patsa,
Haq Taala o'zi xohlagan biror saodatman kishini bir bahona sabab bilan heliqi buloq bo'yiga yetkazadi va uni tilsimatda sinash orqali o'lgan podshohning o'rniga podshohlikka ko'taradi. Xeyli ko'p zamonlardan beri podshohlik tiklash ishi mushu qoida bo'yicha ijro qilinib keldi. Alhol podshohlik tojini kiyish navbati sizga kelibdi. Hammanglar farmoningizga bo'ysunadi. Nemini xohlasangiz shuningga farmon bergaysiz deb tushuncha beribdi. Shu chaqda xonim o'zining tatgan jafo mushaqqatlarining davlat taqozosidan bo'lganligini ondan tushunibdi. Demak, himmatli kishilar ulug' ishlarni qilganda degan edi rahmatli otasi oxirida. Faqat uzuq va nafsi uchun undaq qilmaydi. Chunki har qanday kishining himmati faqat o'z nafsi uchun bo'lsa, uning 4 putliq hayvondan farqi bo'lmaydi. Bu xuddi lolmi ish bir parcha so'ngak bilan xushal bo'g'inidek va o'g'ri mushuk bir burda non bilan shod bo'g'inidek bir ish. Men yo'lbosning to'shqan o'g'lig'i turganda qo'lan uchrab qolsa, to'shqanni tashlab qo'langa yugurganligini ko'rganman. Mevlana Ershidin Valiyullah otasi aytgan bu hikmatlarning ma'nosini shu chaqning o'zida darhol tushunib ketilmagan edi. Alhol 27 yil o'tgandan keyin otasining bu hikmatlar orqali nimalarga istihora qilayotganligini ondan haqiqiy tushundi. O'qiyotgan kitobimiz mush yerda butunlay tugadi. Hammanglarga rahmat.